Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi, kayfiyatlar zo'rmi? Yana sizlar bilan Nodirbek Erkayev. 2 oy bo'ldi video chiqarmadik, kanalimiz to'xtab qoldi. Bugun xudo xolasa bir ajoyib videolardan biri bo'ladi degan umiddaman. So'nggi videomiz Litvadan bo'ldi, bazadan. Keyin chiqarmadim. Mana bugun Fransiyadaman. Endi hozir o'zim samostoyatni o'zimga bir mashin berganlar, o'zim ishni boshladim, mustaqil. Vaqt bo'lmadi to'g'risi. Ustoz bilan yurdik. Yuk olish kerak, yuk topshirish kerak, dokument, bu xullas shuna umuman vaqt bo'lmadi. Bugun vaqtimiz bemalol. Sizlarga boshimdan sal tushuntirib aytib o'tib ketaman. So'nggi video bazada bo'ldi Litvadan. Undan keyin stajirovkaga yubordilar. Stajirovkada 2 hafta o'rgatdi. Stajirovka degani bir shu yerda fura haydab yurgan odamning yonida o'rganish uchun yubordilar. Ustozga ming rahmat aytaman. Toshkentdan ustozimiz. Toshkentdan ismi Olimjon degan odam, yoshi katta, 40-45 yoshlarida odam. Obdan o'rgatdi mashinani. Gap bo'lishi mumkin emas. Ming marta roziman. Nima qilish kerak, qayerda, qanday dokumentatsiya bo'ladimi, haydash bo'ladimi, xullas hammasini o'rgatdi. Keyin 2 haftadan keyin uni yonimdan olib o'zimga addiniy mashin berdi. Ana shu mashinani DAF XF, высокий kabina, Euro 6 pokoleniya. Xullas mashinlar yaxshi, umuman ajoyib, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ish ham zo'r. Endi hozir xudo xolasa yaqinda bir oy bo'lib qoladi o'zim samostoyatni o'zim haydab yurganimga bir oy bo'lib qoladi. Yaxshi, yo'llari zo'r, tep-tekis, hammasi ajoyib. Lekin O'zbekistondagi yo'llar emas. Haqiqatan bu yerda yo'llari nisbatan O'zbekistonga qaraganda torroq. Ko'chalar ham kichkina. Xullas yo'l temasi yaxshi, tekisligi zo'r, lekin tor yo'llari. Endi tor deganda mashin bemalol o'tadi, lekin boshida tor bo'lib tuyuladi. Kim agarda shu yerda masalan o'rganib shunday bir haydash boshida boshlagan bo'lsa, haqiqatan tor bo'lib ko'rinadi. Yaxshi, Xudoga shukr, asta-sekin o'zlashtirib kundan kunga praktika oshib boradi. Nima deymiz? Mashinani tanishtirib o'taman sizlarga. Ana o'rtoqlar, mashinamiz yonib turibdi. Tabloga kelsak elektronniy. Mana rollari. Avtopilot. Cruise control ham deydi, avtopilot. Kerakli tezlikka qo'yib qo'ysangiz o'zi ketaveradi. Tak, bu yerimizda svetlari hozir avtonom rejimda turibdi. O'zi yonadi, o'zi o'chadi, xullas o'zi to'g'rilab ketaveradi. Masalan, tunnelga kirganingizda yog'i bilmaysiz, o'zi yog'adi, o'zi o'chiradi, ketaveradi. Kun botchoqdan o'zi yonadi samostoyatni. Mashinani o'chiramiz. Hozir kerakmi bu? Rolda mana tiklak mana bu knopka, ayol, knopka bor ha. Qara. Kerakli ligrovka qilib olasiz o'zingizga. Bu yerimizda mana nelar va bunday qo'lingizni qo'yib o'tiraverasiz mana. Umuman odam xorimaydi, bu yoqdan bor. Xolasangiz balandroqqa, xolasangiz pastroqqa. Xullas. Mana shunday, mana bunda sidina воздушный, bossangiz havo jiyadi. Mana orqaga oldiga ko'taradi. Bu ham воздух balandga ko'tarsangiz balandga. Endi masalan har xil odam bor-ku, bo'y uzun, bo'y kalta. Qizdiradi o'n sidinani, qishda buni. Xullas, mana spalniymiz. Spalniy, lekin bir odam nish etib yotaman desam yotsa bo'ladi. Ikkinchi etaji lekin haqiqatan sal kichkinaroq. Sumkalar, nelar yotibdi kiyimlar, uzrli. Qo'ymagan joy ham yo'q boshqa yerda. Yotgan yerda ham tuzib yotsangiz bo'ladi. Pechkani konditsionerda masalan svetlari bor, svetilniklari. Bu yoqda passajirniy sidiniya, jilet, обязательно skladga borganda kiyib tushasiz.
Bu yerda suvlarimiz turibdi, gaz balon, qozon, chaynik, xullas hamma narsa shu yerda. Ish joyimiz ham shu, yotadigan joyimiz ham shu. Shuning uchun chip karta degan narsa qo'yiladi bu yerga. Bu sizni qilgan ishingizni polni yozib turadi. Nega to'xtalib, necha tezlikda yurdingiz, shu narsa bilan yoziladi. Shu narsa bo'lmasa, chip karta bo'lmasa, chip karta degan narsa bor. Rasmingiz tushirilgan pravo o'xshagan narsa joyga chiqasiz. Keyin siz o'qigandan keyin xullas yozib turadi. Niyadan ish etdingiz, hammasi yozib turadi gapda ochig'i. Tak, lyugi bor mana. Lyuk. Hozir lyukni ochib qo'yibman. Havo aylanish uchun. Bunda pastdan ko'tariladi, pastga tushadi. Bu svitinniklari bu kerakli, nega ligrovka qilasizlar. Xohlasangiz o'chirasiz buni. Xullas, yaxshi mashinaga gap yo'q. Bu mashinani tashqarisidan tanishtirib o'taman endi. Bismillahirrohmanirrohim. Shu stupenkaga oyoq kiyimlarni qo'yib, birinchiga, ikkinchiga qo'ymang oyoq kiyimni hech qachon. Oyoq kiyimni ajralasiz. Shuna qo'ysa turadi oyoq kiyim, bo'lmasa turmaydi lekin. Mana XF yozib tushirilgan. Qaycha urilganga e'tibor etmanglar lekin, men olgan vaqtda urildi bu. Litovskiy MLZ 651 DAF so'ki kabina. Mashinga gap yo'q, mashina odamlar aqlli вообще. Samotor mashina bor. Cruise control, adapternik cruise control deydi. Distansiyani o'zi ushlaydi, oldingizdagi mashina ketib qolgan. Shuni tuzib qo'ysangiz ham ushlaydi. Mana pritsep. Pritsep Schwarzmüller nemetskiy. Pritsepimiz sal eskiroq pritsep lekin. Bo'ladi, ish qo'ygan emas. Avstriyaning nomerida turibdi pritsepimiz. Shunda yugi bor. Ana yugimiz bor. Boshmaqlar, iplar tuzib qo'yamiz. Yerdan yana yug olamiz bir yerdan, xudo xolasa. Qanday shunday ileri olmalar. O'ynab turadi, orqadan ilinadi. Bu yerda rezinkalar turibdi. Bu yerda iplar bor yana doполнительно. Ular sana shunday. Hozir sen kelamiz. Hamma dam olishda mana yotibdi. Uxlab ichida. Mana musor tashiydigan yer bu. Bu yerda o'tirib ovqatlanasiz. Bu yog'imiz avtoban. Yani avtoban trassa desak tushunarli bo'ladi bizlarda. Nega trassa deymiz? Avtoban bilan ikkinchi turibdi. Bu yoq Tojikistondan ekan, akşam ovqat pishirgan ekan, chaqirdi, birga ovqatlandik. Bundan shu o'tirdik. Bundan hozir uxlab yotib o'xshaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarga omad. Yana xudo xolasa ajoyib videolarni ketaveradi endi bu yoqda, asta-sekin chiqarib boraveramiz. Sizlar bilan Nodirbek Erkayev. Ishlarga omad hamma.